Agar shu videoni 1 millionta odam ko'rsa, bitta so'ringizni tekinga berib yuborasizmi? Haqiqatdan 1 millionta odam tomoshabin ko'radigan bo'lsa, bitta so'ri banda. Aniq-a? Javobni gapga. Qo'lni bering. Paddeshga olib turasizlar, jigarlar, paddeshga olib turinglar. Stel brendi asosida ishlab chiqarilayotgan zamonaviy uslubda yasalgan so'rilar endi Furqat tumanida. Materiallari qalin temirdan, poli 18 mm li taxta panirdan bo'ladi. 7 kishi bemalol siqadi, 260 ga 240 bo'ladi. Bu so'rni yig'ilish jarayonlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Asosiysi juda mukammal, juda sifatli. Biz narx sindirish o'rniga sifatni kuchaytirganmiz. Yetkazib berish xizmatimiz bor, o'zimizda transportlar bor. Bundan cheklanmagan miqdorda chiqarish imkoniyatimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Furqat tumani, Beshariq tomonga 1 kilometr o'tganligida shundoqqina katta yo'lning yuzida zamonaviy uslubda, zamon talablariga mos yasalgan so'rilarni izlab yurgan barcha tanishlarga videoni maksimal darajada tarqatib qo'yamiz do'stlar. Videoga bitta like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.